Assalomu alaykum, bankimiz mijozlari. Bugun 5-avgust tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor. Uchrashib, murojaatlarimizni tinglab, 3 kun ichida hal qilishga harakat qilamiz. Adabtalar o'zlari tanishtirib turib, nima murojaatlar bo'lsa, aytsalar bo'ladi. Faqat o'zlari tanishtirib, turasizlar, deysizlar. Ma'lum kurşağızı karşılama aşağıdaki mahalle fuara hududundagi Zayfi Valishir Murodov firma o'ylab var mı? Chorvachilikni rivojlantirish maqsadida Agrobankdan 100 million kreditga ariza berganmiz. 112 uchun. 312 qaror bo'yicha. Nasib bo'lsa ishlarimiz bitdi deyarli 100%. Nasib bo'lsa shu kreditni o'zi to'g'ri maqsadga foydalanib, Nima yo'nalishga mo'xsizlar? mayda shoxli chorvachilik bo'yicha. Dokumentlarimiz topshirilgan. Uch kun ichida ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Agar savol bo'lsa, nomeringizni o'sha bank xodimimizga qoldirasiz. Telefon qilib, kamchilikni aytishadi. Rahmat. Men Aliyor Uzmanyaz, Beshkent shahri Mustaqillik mahallasidan. Mahalla tomonidan ajratilayotgan kreditdan 17 million miqdorida pul olib, chorvachilik rivojlantirish. Qoramol. Shuni rivojlantirish. Uyda shart-sharoitlar bor, ha? Bor, O'zingiz mol boqqansiz, ko'nikmalar bor. Bor, hamma ko'nikma bor. Dalada shu o'zim Navoiyda firmaxonasida ishlayman. Shu yoqda rivojlantirish maqsadida. Tartiblar bilan tanishtirishgan, ha? 25%, 4 yilga 6 oy imtiyoz davri bilan plastikka tashlab berishadi. Shu kerakli hujjatlarni taqdim qilgansizmi? Ma'lum qilgan. Mahalla bankimiz bor. Qaysi mahallasiz? Mustaqillik mahallasi. Mustaqillik mahallasi. Ikrom aka Ostonovga uchrashasiz. Kerakli dokumentlarni bersangiz, 3 kun ichida hal qilishga harakat qilamiz. Yana kim borlar? Opa sizchi? O'zi tanishtirib. Ishqibot bozorimiz Qarshi tuman Fazilobod qishlog'idan 17 millionlik kredit olmoqchi edim. Mahalla tarafidan ajratilgan chorva uchun. Chorvani o'zi boqasizmi? Xo'jayinlar, siz nomingizni haqida dokument topshirilganmi? O'zingiz band qilgansiz. Bizga aytib o'taman, ayollarga 23%, erkaklarga 25%, ayollarga 2% past tartibda beriladi. Qaysi mahallasiz? Fazilobod qishlog'i. Yirik shoxlimi, mayda shoxlimi? Qanaqa? Yirik shox. Dokumentlar topshirgan bo'lsangiz, siznikini ko'rib chiqib, ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Yakun hammalariga rahmat, kelganlar uchun murojaatlarimizni ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Rahmat, chiqib olasizlar.